So'nggi yillarda mamlakatimizda jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish sohasida islohotlar yangi bosqichga ko'tarildi. Buning natijasida sportchilarimiz jahon arenalarida ulkan yutuqlarni qo'lga kiritmoqda. Shuningdek, yurtimizning turli hududlarida yangi sport inshootlari barpo etilyapti. Davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan O'zbekiston kasb uyushmalari federatsiyasi tomonidan Qashqadaryo viloyatining Qarshi shahrida yangi suv sport saroyi bunyod etildi. Zamonaviy va noyob obyektning tantanali ochilish marosimida xalqaro tashkilotlar vakillari, Markaziy Osiyo davlatlari kasb uyushmalari delegatsiyalari, taniqli sportchilar va jahon miqyosidagi ekspertlar, shuningdek keng jamoatchilik vakillari ishtirok etdilar. O'zbekiston kasb uyushmalari federatsiyasi va O'zbekiston suv sporti federatsiyasi raisi Qudratilla Rafiqov ta'kidlaganidek, so'nggi yillarda hududlarning shiddatli rivojlanishi barqaror tendensiyaga aylandi. Prezidentimiz tomonidan ilgari surilayotgan ezgu tashabbuslar esa amaliy real ishlar orqali o'z ifodasini topmoqda. Hayot sifatini oshirish, infratuzilmaning rivojlanishi va albatta sport sohasining jadal o'sishida namoyon bo'lmoqda. So'nggi yillarda sportchilarimizning jahon arenalaridagi yutuqlari tasodif emas, balki butun mamlakatni qamrab olgan tizimli ishlar va davlat rahbari tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlar natijasidir. Ayniqsa bu hududlardagi o'zgarishlarda yaqqol ko'zga tashlanmoqda. Shu ma'noda mazkur muhtasham obyektni rivojlanishning yangi timsoli desak mubolag'a bo'lmaydi. Qashqadaryomizda mana shunday katta suv saroyini ochilishi bu albatta har qanday odamni xursand qiladi. Bundan 3 yil oldin mana shu yerdagi deylik odamlar qo'y boqib yuraydi. Hech narsa yo'q edi. Ularning hammasi muhtaram prezidentimizni adolatli rahbarliklaridan, mana shunday ajoyib binolarda qurilishlari albatta xalqqa nisbatan bo'lgan juda katta hurmatdir. Bu yerdan qanchadan qancha niyatimiz bor albatta. Olimpiya chempionlari chiqishligi kerak. Bu yangi saroy hammamizga nihoyat darajada katta bir sovg'a bo'ldi muhtaram prezidentimiz tomonidan. Bu Qashqadaryoni ko'rki, bu O'zbekistonni ko'rki. Minnatdorlik, quvonch va hayrat tuyg'ulari tufayli yozilgan yangi she'r misralari samimiy tabriklar va yurtimizning yanada gullab yashnashiga bo'lgan ezgu tilaklar bilan mutanosib. Bu voqelik shunchaki sport obyektining ochilishi emas, balki davlat rahbari tomonidan qariyb 2 yil avval poytaxtimizning Yakkasaroy tumanidagi yangi suv sporti saroyi bilan tanishuv chog'ida ilgari surilgan g'oyaning davomidir. Zamonaviy sport sharoitlari faqat Toshkentda emas, balki mamlakatimizning har bir hududida ham mavjud bo'lishi lozim degan edi o'shanda davlatimiz rahbari. Bugun esa ushbu g'oya hayotda amaliy ifodasini topdi. Prezidentimiz tashabbusi bilan qurilgan ushbu inshootni xalqaro olimpiya standartlariga mos keladigan inshoot. Chunki bu yerda o'sha sport turlarini, olimpiya distansiyalarini barchasi suzish bo'ladimi, sinxron suzish, suv polosi, suvga sakrash uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Endi esa biz nafaqat poytaxtda, balki o'sha hududlarda ham bu kabi olimpiya standartlariga mos keladigan inshootlarga ega bo'lyapmiz. Qisqa vaqt ichida obyekt o'zining yorqin qiyofasi bilan qad rostladi. Ko'zni quvontiradigan, ilhom bag'ishlaydigan muhtasham saroyga aylandi. Kecha anhorlarda cho'milib yurgan o'g'il qizlarimiz bu yerda eng professional suzish bo'yicha hozir o'zlarini mahoratlarini namoyish qilyapti-da. O'zbekiston yoshlari sport turlari bo'yicha ular zabt eta olmaydigan birorta soha qolmaydi. Mana boksda zabt etdikmi? Shaxmatda zabt etyapmizmi? Futbolda yuqori nuqtalarni zabt etamiz. Mana bu inshootlarni ko'rganda albatta suzishda ham ana shunday jahon birinchiliklariga, eng yuksak olimpiya birinchiliklariga sazovor bo'ladi O'zbekiston o'g'il qizlari degan bir ichki bir ishonch uyg'onyapti. Kompleks мирового уровня. Yangi suv sport saroyi jahon andozalari talablariga to'la javob beradi. Hammasi tartib-qoida asosida. Bu yerda yangi yulduzlar dunyo yuzini ko'rishni tilayman. Bugun yuz berayotgan voqealar bu kabi noyob inshootlarning bunyod etilishi O'zbekiston prezidenti tashabbusi bilan bo'layotganining guvohi bo'lmoqdamiz. Bolalar qancha ko'p ommaviy sport bilan shug'ullansa, shuncha ko'p haqiqiy sportchilar yetishib chiqadi. Shunga muvofiq mamlakatingizda yutuqlar ham ko'p bo'ladi. 2 gektar maydonda jahon standartlariga to'liq javob beradigan ko'p funksiyali majmuada 50 metrli basseyn, balandlikdan sakrash uchun 10 metrgacha bo'lgan professional tramplinlar, mashg'ulot maydonlari, yosh bolalar uchun basseynlar mavjud. Yangi suv sport saroyini ko'rib ko'zlarimga yosh keldi, chunki O'zbekistonda yana bir noyob suv havzasi barpo etilgani juda quvonarlidir. Buning uchun avvalo prezidentimizga katta rahmat. Bu yerda Osiyo va Olimpiya o'yinlarini, Jahon kubogi musobaqalarini ham tashkil etish mumkin. Mazkur infratuzilma barcha jihatlari bilan puxta o'ylangan. 700 o'rinli tribunalar, media va ma'muriy hududlar, fitness va konferensiya zallari, keng hol, kiyim almashtirish xonalari, dush va dam olish hududlari mavjud. Bundan 10-15 yillar muqaddam biz
O'zbekistonda suv sporti haqida hech qachon ko'ksimizni ko'tarib so'z aytolmasdik. Mana bugun nafaqat poytaxtimiz Toshkentda, hatto hurmatli prezidentimiz tashabbuslari, ko'rsatmalari asosida Qashqadaryoda ham, Qarshida ham xalqaro musobaqalar o'tkazsa bo'ladigan mana shunday ulkan bir suv sporti saroyi bunyod etildi. Rosti bo'lar ekan-ku deysanda, kirganda o'zing ham shoshib qolasan, ko'zing ham shoshib qoladi, qalbing ham qalqiydi-da. Xayrli tashabbuslarni barchasi millatimiz qadri uchun, xalqimiz baxti saodati uchun shaxsan prezidentimizni tashabbusi bilan prezidentimizni rahnamoligida amalga oshirilayotganini nafaqat o'z xalqimiz, mana bugun mana shu davriga chet eldan kelgan qancha mehmonlar ham, soha egalari ham qo'lini ko'ksiga qo'yib tan olyapti. Bu barchamiz uchun iftixor. Bu bugungi kunda dunyo standartlariga javob beradigan saroy. Bu saroyda faqat cho'milish emas, odamni tafakkuri shakllanadi, odamni o'zi shakllanadi, inson shakllanyapti. Yoshlarimizni ertasi shakllanyapti. Mana shu ishlarni hammasida bosh-qosh bo'lib turganlari uchun hammamizni mehnatga, sportga, ertangi kunga da'vat etib turgan muhtaram yurtdoshimizga qanchalar ta'zim qilsak kamdir. Bu esa suv sporti saroyining to'liq foydalanishga topshirilgan yerto'la qismi. Zamonaviy muhandislik tizimlari suvni filtratsiya qilishni, nasos uskunalari isitish va ventilyatsiyani ta'minlaydi. Ventilyatsiya tizimi 1 soatda 90 ming kub metrgacha toza havo yetkazib berish quvvatiga ega. Yangi suv sporti saroyining tantanali ochilish tadbiri sinxron suzish bo'yicha Suv Parisi 2026 ochiq xalqaro turniri g'oliblarining ko'rgazmali chiqishlari bilan davom etdi. Ishtirokchilar bir necha daqiqa avval musiqa qalblariga ta'sir qilganini his etgan bo'lsalar, endilikda u go'yoki ko'z oldimizda jonlanib, vizual qiyofa kasb etganining guvohi bo'ldilar. Shundan so'ng tantana ruhiyatiga mos ravishda yana bir yorqin lahzalar qalblariga quvonch baxsh etdi. Kuni kecha Toshkentda bo'lib o'tgan Suv Parisi 2026 xalqaro turniri g'olib va sovrindorlarini munosib taqdirlash marosimi o'tkazildi. Ta'kidlash zarurki, kelgusida mazkur majmua negizida respublika, Osiyo va xalqaro darajadagi musobaqalarni o'tkazish rejalashtirilgan. Bugun biz uchun juda ham zavqli va quvonchli kun, chunki bugun bizda Qashqadaryoda prezidentimizning tashabbuslari doirasida mana shunday saroylar ochilmoqda va biz bundan juda ham xursandmiz. Endi bizda ham suv sport chempionlari chiqadi. Shunday kirganingizdan orzu qilgandek suv saroyida juda ham hamma joy yorug' va suvlari ham iliq, juda ham bir o'zgacha kayfiyat bag'ishlaydi. Bizga bunaqa sport saroylar juda ham orzu edi va biz bu orzuyimiz ushaldi. Bunga prezidentimizga juda ham kattakon rahmat aytamiz. Bugun qarshilik suv sporti turlari bo'yicha ham katta natijalarga da'vogarlik qilishga kirishmoqdalar. O'z oldiga yuksak maqsad va rejalarni qo'ymoqda. Eng muhimi, bu rejalar har tomonlama qo'llab-quvvatlanmoqda va ularni amalga oshirish uchun barcha zarur imkoniyatlar mavjud. Ayni paytda Qarshidagi yangi suv sporti saroyi kechki soatlarda yanada go'zal qiyofa kasb etib, rangin nurlar uyg'unligida toblanib, uning go'zalligi beqiyos zavq bag'ishlamoqda. Ushbu majmua yoshlarning jismoniy rivojlanishiga, aholi salomatligini mustahkamlashga va kelajakda yangi O'zbekiston sharafini xalqaro maydonlarda munosib himoya qiladigan sportchilarni tayyorlashga xizmat qiladi.